Oltinchi insho, ikkinchi qism crime mavzusida edi. G'oyamiz ba'zi odamlar kimki qamoqda bo'lganlar keyinchalik yaxshi fuqaroga aylanishi mumkin va shu narsa muhokama qilinadiki, o'smirlar bilan jinoyatni oldini olish uchun gaplashish kerak bo'lgan eng zo'r odamlar shular degan g'oya. Biz bunga bu inshoda agree usulida yozildi, ya'ni bu fikrga qo'shilamiz deb shunga oid fikrlar berilyapti. Introduction va main body one'da gaplashdik. Birinchi body'da nima uchun bu odamlar o'smirlarga kuchli ta'sir qila oladi, shu sabablari ko'rsatildi. Endi ikkinchi main body'da davom etadigan bo'lsak, batda tepadan ko'ra ozgina boshqacharoq buni alternativlari, ya'ni aynan qamoqdan chiqqan odamlar gaplashishi shartmi degan mavzuda muqobil usullari nimaga ish bermasligi haqida yozilgan. The alternatives to using reformed criminals to educate teenagers about crime would be much less effective. Demak, aytyapti, isloh qilingan jinoyatchilarni muqobil usullari o'smirlarni o'rgatish maqsadida jinoyat haqida kamroq samarali, ya'ni samarasi pastroq bo'lishi mumkin, deyapti. One option would be for police officers to visit schools and talk to young people. Bitta variant shuki, shu narsa bo'lardiki, politsiya ofitserlari maktabga tashrif buyurishadi va yoshlar bilan gaplashishadi. This could be useful in terms of informing teens about what happens to lawbreakers when they are caught, but young people are often reluctant to take advice from figures of authority. Bu foydali bo'lishi mumkin, deyapti, shu xususdaki o'smirlarga shunchaki ma'lumot, xabar berish mumkin. Nima bo'ladi qonun buzuvchilarga, jinoyatchilarga ular tutilganda. Ammo deyapti, yosh odamlar odatda deyapti reluctant, ya'ni istaksiz, xohishi yo'q, deyapti, maslahat olishga xohishi yo'q, xohlashmaydi hukumat vakillaridan, rasmiylardan degan ma'no kelib chiqyapti. The second option would be for school teachers to speak to their students about crime, but I doubt that students would see teachers as credible source of information about this topic. Ikkinchi variant bo'lishi mumkin yoki bo'lardi. Maktab ustozlari gapiradi talabalariga jinoyat haqida, ammo men shubha qilamanki, deyapti, talabalar ustozlarini bu topik masalasida ma'lumotlarning ishonchli manbasi sifatida ko'rishiga. Ya'ni, men ustozlarni bu mavzuda gapirashiga ishonchli manba sifatida ko'rishiga shubha qilaman studentlarni, deyapti. Ya'ni bunaqa manba emas ustozlar demoqchi. Finally, educational films might be informative, but there would be no opportunity for young people to interact and ask questions. Nihoyat ta'limga oid kinolar informativ, ya'ni ma'lumot beruvchi, bildiruvchi bo'lishi mumkin, lekin imkoniyat bo'lmaydiki, yosh odamlarga ular bilan o'zaro muhokama, o'zaro aloqaga kirishish va savol so'rashga. Demak, ikkinchi body'imizni ko'radigan bo'lsak, batda 3 ta muqobil variantini beryapti. Tepada g'oyamiz jinoyatchilar yaxshi odam bo'lsa, isloh qilinsa, ular yosh odamlarni jinoyatdan qaytarishga foydalansa bo'ladi, gaplashtirish kerak deyilyapti. Tepada nimaga gaplashsa foyda bo'lishi yozildi. Endi pastda uni ziddi sifatida shular gaplashmasdan boshqa usullarichi degan savolga javob degan savolni qoldirmaslik uchun pastda muqobil variantlarni bir nechtasini samarasi pastligini ko'rsatib beryapti. Birinchisi politsiya ofitserlarini maktabga borib gaplashishi, ikkinchisi maktab ustozlarini gapirishi va uchinchisi filmlar, kinolar. Uchalasini ham kamchiligini gapirdi. Ulardan ko'ra o'sha isloh qilingan jinoyatchilar gapirishi samaraliroq deb fikrini himoya qilyapti. Main body 2 shundan iborat ekan. In conclusion, I fully support the view that people who have turned their lives around after serving a prison sentence could help to deter teenagers from committing crimes. Ya'ni xulosa sifatida men to'laqonli qo'llab-quvvatlayman bu qarashniki, qaysiki odamlar kimki hayotini o'zgartirgan odamlar after serving a prison sentence. Serving prison sentence degani qamoq jazosini o'tash. Qamoq jazosini o'tagandan keyin hayotini o'zgartirgan odamlarni yordam bera olishiga deyapti. To deter teenagers from committing a crime. Ya'ni to'xtatib qolishiga o'smirlarni jinoyat sodir qilishdan to'xtatib qolishiga yordam bera oladi
degan g'oyaga ishonaman, shu fikrni qo'llab-quvvatlayman, deyapti. Strukturada g'oyadan tashqari ishlatilgan strukturalar yoki ba'zi bir so'zlarga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. Inshoyimiz tartibli, ravon chiqishi uchun.